Assalomu alaykum. Bugun to'xtalib o'tadigan mavzumiz mehnat shartnomasining ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilish haqida. Nomuayyan muddatda tuzilgan mehnat shartnomasini yoki muddatli mehnat shartnomasini muddat tugagunga qadar ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishda asoslangan bo'lishi kerak. Mehnat shartnomasining ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilishda asoslarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda tashkilot yoki uning alohida bo'linmasi yoki tasdiq hujjatlari bilan vakolat berilgan yuridik shaxsning qarori bilan tugatilganligi yoki faoliyati batamom tugatilganligi. Bunda xodimni ishdan bo'shatishga ish beruvchi qonunchilikda belgilangan bir qator kafolatlar va tartib-taomillarga qat'iy rioya qilish shart. Tashkilot tugatilayotganda ish beruvchi xodimni bo'shatish sabablarini ko'rsatilgan holda kamida 2 oy oldin yozma ogohlantirish berish shart. Mehnat shartnomasini ogohlantirish muddati tugashidan oldin bekor qilinganda xodim ishdan bo'shatish nafaqasi yoki foydalanmagan barcha ta'tillar uchun pullik kompensatsiya to'lanadi. Xodimning roziligi bilan ogohlantirish muddatini qisqartirish yoki buning o'rniga unga tegishli muddat uchun mutanosib ravishda qo'shimcha kompensatsiyalar berilishi mumkin. Agar tugatilayotgan tashkilot qisqartirilishiga tushgan yoki xodim pensiya yoshigacha 2 yil oldin undan kamroq vaqt qolgan bo'lsa, umumiy asoslarga pensiya tayinlanishi mumkin. Ikkinchi asosga to'xtaladigan bo'lsak, texnologiyani ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning o'zgarishi, ishlar hajmining qisqarishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda tashkilot xodimlarining soni yoki shtatlar o'zgarganligi. Bunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ish beruvchi xodimni bo'shash haqida kamida 2 oy oldin yozma ravishda ogohlantirish berish shart. Xodimning roziligi bilan bu muddat pullik kompensatsiyaga almashtirilishi mumkin. Agar bir nechta xodim lavozimda qisqarayotgan bo'lsa, malakasi va mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan xodimlarni ishda qolish imtiyozlari beriladi. Ish beruvchi xodimga ularning mutaxassisligi va malakasi mos keladigan bo'sh ish o'rinlarini taklif qilishlari lozim. Mehnat shartnomasi bekor qilinganda xodimga foydalanmagan barcha ta'tillar uchun kompensatsiya to'lanadi va ishdan bo'shatish nafaqasi beriladi. Uchinchi asosga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xodimning malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli egallab turgan lavozimda yoki bajarayotgan ishiga noloyiqligi. Xodimning malakasi yetarli emasligi sababli bajarayotgan ishini noloyiq deb topilishi bu mehnat kodeksiga asosan mehnat shartnomasini bekor qilishga sabab bo'ladi. Bu holatda ish beruvchi xodimga mehnat shartnomasini bekor qilishdan kamida 2 hafta oldin yozma ogohlantirish berish xati berish shart. Ishni loyiq bajara olmayotganligi xolisona dalillar bilan isbotlash kerak bo'ladi. Bunda attestatsiya natijalari yoki ichki tekshiruv xulosalari bo'lishi mumkin. 4-asosga to'xtaladigan bo'lsak, xodimning o'z mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzganligi. Avval mehnat majburiyatlarini buzganligi uchun xodimga intizomiy yoki moddiy javobgarlikka tortilganligi. Bunda xodimga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikka yoki mehnat haqidagi boshqa qonun hujjatlari nazarda tutilgan ta'sir choralar qo'llanilgan kundan e'tiboran 1 yil ichida xodim tomonidan takroriy nojo'ya harakatlar etilganligi munosabati bilan bu mehnat majburiyatlari muntazam ravishda buzishdir. Bu keltirilgan ta'rif bo'yicha mehnat kodeksining 312-moddasida to'liq mos keladi. Ushbu normaga ko'ra intizomiy jazoni amal qilish muddati 1 yil. Mazkur 1 yil ichida takroran nojo'ya harakat sodir etilishi mehnat majburiyatlarining muntazam ravishda buzish deb hisoblanadi. Bunda ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega. Ish beruvchi tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilish jarayonida bir qator qonun qoidalariga amal qilishi shart. Bunda xodim tomonidan ikkinchi bor nojo'ya harakat sodir etilib, rasmiylashtirilganda yoki o'sha buyruq chiqarilganda xodimga yozma ravishda tushuntirish xati talab qilinishi lozim. Agarda xodim yozma ravishda tushuntirish xati yozishdan bosh tortganda, xolislar ishtirokida yoki 3 ta xodim ishtirokida dalolatnoma tuziladi.
tushuntirish xatini yozishdan bosh tortdi degan dalolatnoma tuziladi. Ushbu dalolatnomaga asosan intizomiy jazo chorasi qo'llanish to'g'risida buyruq rasmiylashtiriladi. Intizomiy jazo chorasi ish beruvchiga nojo'ya harakat haqidagi ma'lum bo'lgan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirmaydi. Ammo o'sha harakat sodir etilgandan boshlab 6 oy ichida qo'llanishi mumkin. Nojo'ya harakatlarning og'irligi, ularning sodir etish sharoitlari, xodimning avvalgi ishi va xulq-atvori hisobga olinishi mumkin. Mehnat shartnomasini ushbu asosga ko'ra bekor qilish intizomiy jazo chorasi hisoblanadi. Shu bois buyruq chiqarilgan kun xodim bilan mehnat shartnomasining tugatiladigan oxirgi kun sanaladi. Bunday holatda kasaba uyushmaning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi shart. 5-asosga to'xtaladigan bo'lsak, xodimning o'z mehnat majburiyatini bir necha bor qo'pol ravishda buzganligi. Bunda xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan mehnat majburiyatini bir necha bor yoki bir necha holatlarda qo'pol ravishda buzilishlari quyidagicha bo'lishi mumkin. Ichki mehnat tartib qoidalarini buzish, bunda uzrli sababsiz ishga qatnashmaslik yoki ish joyida bo'lmaslik. Bundan tashqari ish joyida alkogolli ichimliklar yoki giyohvandlik vositalarining ta'sirida bo'lishi, ish beruvchining mulkiga qasddan ziyon yetkazishi, moddiy zarar yetkazishi, mehnatni muhofaza qilish yoki xavfsizlik texnika qoidalariga qo'pol ravishda buzishi buni oqibatida avariya yoki xavfni tug'dirish, sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish. Masalan, tijorat siri, davlat siri bo'lishi mumkin. Ish vaqtida o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi. Mehnat kodeksida nazarda tutilgan hollarda xodim va ish beruvchi o'rtasida mehnat shartnomasi. Bunda xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelinishi mumkin bo'lgan mehnat majburiyatining bir marta qo'pol ravishda buzilishlari ro'yxati belgilangan nojo'ya harakatlarning og'ir yengilligiga qarab hamda bunda nojo'ya harakatlarni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan oqibatlarni kelib chiqib ish tutishishi lozim bo'ladi. 6-asosga to'xtaladigan bo'lsak, mehnat kodeksida yoki boshqa qonunlarda belgilangan o'zga sabablar bo'lishi mumkin. Bunda tibbiy mehnat ekspertizasi komissiyasi, o'zimizning tilda aytganda TMEK, ya'ni tekta xulosasiga ko'ra xodimni salomatligi unda avvalgi ishini davom ettirishga imkon berilmagan va u boshqa ishga o'tishini rad etilganda, masalan insult, infarkt yoki boshqa jiddiy kasalliklar chalinganlik natijasida kelib chiqqanda, muddatli mehnat shartnomasini xodim saylanadigan lavozimga saylanganda yoki tanlov asosida lavozimga egallaganda bekor qilinadi. Urush, tabiiy ofat, falokat yoki xodimning 2 oydan ortiq vaqt davomida hibsda saqlanishi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Bunda taraflarning ixtiyori bog'liq bo'lmagan holatlarda ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilinadi. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonunlar bilan shartnomani bekor qilinishi mumkin. Bundan tashqari, xodimni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoga tortish haqidagi sud hukmi qonun kuchga kirganda ham mehnat shartnomasini bekor qilishga sabab bo'ladi. Mazkur bundan tashqari umumiy o'rta maxsus professional ta'lim tashkilotlarining, shuningdek davlat grantlari bo'yicha ta'lim olgan oliy ta'lim tashkilotlarining tegishli ta'lim tashkilotlarini tamomlagan kundan e'tiboran 3 yil ichida birinchi bor ishga kirgan bitiruvchilar bilan mehnat shartnomasi tuzilgan kundan e'tiboran 3 yillik mehnat o'tgunga qadar ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilinganda, ish beruvchi bu haqda mahalliy davlat organlariga yozma ravishda xabar berishlari shart bo'ladi.
Sizlardan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atroflicha javob berib o'taman. Bizni kuzatishda davom eting. Har doim sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilaman.